Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, deymizlar. Mana biz sexdan turib tayyor holatidagi tunikafonlarimizni video qilmoqdamiz, chunki biz obyektlarimizga borib bitgan obyektlarimizni video qilib chiqara olmayapmiz, chunki seximizda ishlarimiz ko'pligi uchun ulg'ay olmayapman. Urganimcha xudo xolasa video qilib YouTube kanallarimizga joylamoqdamiz. Mana bu qalinlik tunikamizni aytib o'taman. 04 qalinlik tunikadan tayyorlayapmiz. Buni 1 kvadratini 140 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib olganmiz. Xudo xolasa ertaga shu 04 qalinlik tunikamizni ertaga chiqarib yuboramiz. Ustalarimizga borib chiroyli qilib qatirishib beradi. Mana bu yerda esa 037 maloshniklarimiz bor. Buni 1 kvadratini 135 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib olganmiz. Bu ham maloshnik ham o'ta ideal holatda chiqadi. Shikolatlarda aralashtirib, tillalarda aralashtirib qilib bersak, o'ta ideal holatda chiqadi. Mana bu yerda ham 04 qalinligimiz bor. Buni ham 140 ming so'mdan olganmiz. Kichkina obyektimizniki. Biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. 120 mingdan 140 ming so'mgacha ish faoliyatlarimizni olib bormoqdamiz. Mana bu esa 035 qalinlik tunikamiz esa 130 ming so'mdan, bu ham hamma xarajati ichida qilib olganmiz. Mana bu esa shaxmatlarimiz. Bu ham 035, bu ham 130 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib olganmiz. Ono uzun turgan narsalar ana shu maloshnikda aks vallari mana bu yerlarda ham bor. Ko'rib turganingizdek, agarda sizlar ham tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning raqamlarimizga bog'lanishinglar mumkin. Biz ustalarimiz bilan borib kvadratlarini chiqarib, o'ta ideal holatda qilib, kelishilgan holatda sizning xonadoningizni ham tunikafon qildirib beramiz o'rtoqlar. Bizda mutaxassis 12 yildan beri shu tunikafonni qatirish bo'yicha yurgan ustalarimiz bor. O'ta ideal holatda qilib qatirishib beradi. Gulini guliga qo'yib qo'yishadi xudo xolasa. Ko'p obyektlarimizda bitgan obyektlarimni borib video qila olmayapman, chunki mana shu sexda men o'zim yurgizganligim uchun borib syomka qila olmayapman. Men bor uzr so'rayman hammanglardan. Agarda sizlarga narxlarimiz qoniqarli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib obuna bo'lib qolsalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Mana biz shu Gulbay koshona seximiz. Xudo xolasa mana bu yerlarda ham erta bahor navislarni qilib, xudo xolasa yana apparatlarni olib kelib, xudo xolasa yana ham xudo xolasa ko'rkam qilib qo'yamiz. Mana shu seximiz xudo xolasa. Mana bu esa aks vallari, bular ham ketadi xudo xolasa. Do'stlar, sizlar bilan ustaxona sher bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarda xonadoningizda ko'rishguncha xayr, rahmat hammaga.